Avvalambor shu yig'ilganligiga rahmat. Bizlar kelganimizdan maqsad prezidentimizning 247 insonlik qarorlari chiqqan. Xabaringlar bormi, eshitganmisizlar? Endi hammanglar 1-yanvardan boshlab 1% soliq to'laysizlar. Mana 100 million soliq 100 million savdo qilsanglar bir oyda 1 million so'm soliq to'laysizlar. 200 million savdo qilsanglar bir oyda 2 million so'm bor yo'g'i soliq to'laysizlar. Eshitdinglarmi? Shu narsadan xabaringlar bormi? Ha? Mana bu prezidentimizning tadbirkorligi qilib berayotgan bu nima deydi? Yengilliklar. Tadbirkorlik qiynalmasin, boshqa qilmasin. Paynet ilovasini sketchat qilinglar. Mana Androidlar mana orqasida rasmni olsa, o'zi sразу anons qiladi. Mana misol, ofitsialniy avtomatiski sizga hozir rashodning shu to'chilar. Do'koningizga klik qilib qo'yib, yo bir boshqa qilib qo'ymasdan, Paynet ilovasini ko'chirib olsangiz, hozir mana registratsiyadan o'tsangiz, sizga ofitsialniy QR kod beradi. Shu QR kodni do'konga любой joyga yopishtirib qo'yasiz. Mana misol qo'yib qo'yasiz. Kim xaridor keldi, narsa oldi, misol 30 million narsa oldi. 30 million narsa. Men klik qilmoqchiman desa, mana shu ilova orqali klik qilib Buni qiladi, klik qilib sizga pul o'tkazib yuboradi. Sizga sразу joyda SMS keladi. Hisob raqamingizga mana shuncha pul tushdi. Bosasiz. Kirsangiz mana davom etish deyapti. Davom etadi. Pasport seriyasi teroring shutka. Mana aka sizga hisob raqam berdi. Mana endi qarang. Mana endi mana bu bunda bossangiz mana sizga QR kod berdi mana. Joyi, eng qiziq joyi ana endi bundan keyin. Mana shu 1000 so'm ustiga tushgan pulga 1 so'm soliq yo'lda yurmaydi. Shotga tushadi. Agar qarang, bir oyga misol 100 million so'm karta bilan ishlataman, Paynet orqali karta yetkazsam, 1% to'laysiz. Davomida 5 milliongacha naqd 5% yechib olishim Chakana savdo qoidalarining majburiy talabi etib belgilandi va maxsus QR kod mavjud emasligi nazorat kassa texnikasini va hisob-kitob terminallarini qo'llanmaslikka tenglashtiriladi. 25 ta bola beraman. Mana shahar soliq rahbarlari shu yerda har bittanglar do'konga kirib registratsiyadan o'tib tayyor qilib qo'yasizlar. Hozir soliq qibolari Mahmudga printer apparat olib keladi, printer apparat qo'yadi. Bitta ana shoxobchamiz bor-ku o'zimizning soliq shoxobchasi. Hozir soliq shoxobchasiga printer apparat qo'yadi-da, hammanglarning QR kodinglarni svetnoy qilib chiqazib beradi. Hammanglar splashni yopishtirasizlar. Hop, yo, mana pasportingizni o'rniga JSHR kirgizsak bo'ladi-da. Identifikatsiyadan o'tkazing. Bo'ldi, mana shaxsiy tasdiqlandi. Mana bu yerda mana Paynet xolis degan ilovasi bor. Mana kirasiz, mana bosasiz. Keyin mana guvohnomangizni yuklash. Mana sizga guvohnomangiz QR kodingiz mana. Endi buni QR kodni yuklashni bossangiz, mana hozir bizning soliq qibollari mana sizning QR kodingizni mana mashinga chiqazib keladi. Mana 1000 so'm to'landi. Ana sizga keldi, уже tushdi. So'raqamiz chiqingi bo'yak. Mana endi qarang. Mana endi kartaga o'tish uchun mana qarang. Ana endi Jizzax shahar soliq qibollari mana hozir bozorimizda soliq ana punkti mavjud. O'sha soliq punktida hozir mana printerdan sizga chiqazib, mana buni sizning QR kodingizni olib kelib beradi. Xohlagan joyingizga yopishtirib qo'yib, bemalol ishni davom ettiraverasiz. Nima ikki yopishtirib qo'ying o'rniga. Va terminalsiz boyaga QR kod beradi. Masalan, savdo qilinadigan bo'lsa, anaqa plastik bermasdan naqd pul agar bo'lmasa, o'sha urib sizni primoy hisob raqamingizga tushadi. O'sha Paynet xolis deb ochilgandan keyin shuni o'zida hisob raqam beradi sizga. Va hisob raqamingizga pul urgandan keyin xaridor 10 sekund ichiga qolmasdan tushadi ichiga pul. Unda ham foiz olinmaydi. U yig'ilgan pullaringizdan siz masalan gaz, suv, svet, soliq, keyin boshqa to'lovlaringizni bemalol to'lashingiz mumkin. Bu yengillik yaratish maqsadida shu narsa qilinyapti. Bu 2026-yil 1-yanvardan boshlab hammaga majburiy. 1-noyabrdan 2025-yil 1-noyabrdan hozir ixtiyoriy tarzda rejimda ishlayapti hozir bu. Bir foiz tadbirkorga har bittanglarni mana misol siz tadbirkor 5 million so'm savdo qildingiz. Sizni qattiq ishlatyapsiz, nima qilyapsiz? Lekin bir oyga 150 million. Bu shaxsiy kartaga tushadi. Farqi yo'q. Hammasi o'zingiz nomingiz
Android'da Mana